Bugün keyinler yapsam işin yürüşme yaptı mı? Onu da eşit. Ko'hada kulib yurgan odam ham siniq, ichida ming qadar tashqarida chiroyli qiyiq. Bugun yiqilsang ham ertaga turasan, qorong'u tunlardan keyin quyosh ko'rasan. Cho'ntak bo'shi bo'lsa ham umidni sotma, seni yerga urganlarga o'zingni botma. Hayot bu sinov, vaqt esa dori, sabr qilgan odam topadi yo'lini. Sen hali yutqazmading, faqat kechikyapsan. Osmon ham yomg'irdan keyin ochilar har dam. Bir kun keladi, hammasi o'zgarar. Bugungi ko'z yoshlar kulguga aylanar. Yuraging charchasa ham to'xtama zinhor, sabr qilgan odam bir kuni yulduz bo'lar. Bir kun keladi, seni ham tan olishar. Bugun kulganlar ertaga qo'yib qolishar. Yo'ling uzun bo'lsa ham yuraver oldinga, omad ham keladi sabr qilgan bandaga. Qancha yiqilding-u, yana turding-ku, ichingda o'chirmagan olov bor edi-ku. Hech kim bilmaydi tunlaring o'tganin, ammo Alloh ko'rib turar sabringni, ko'z yoshingni. Bir eshik yopilsa, boshqasi ochilar. Bugungi darding ham bir kuni yo'qolar. Faqat o'zingga ishon, bosh tegma hech qachon. Katta g'alabalar keladi sekin-sekin, tom-tom. Yolg'iz emasan, ko'p odam shu yo'ldan o'tgan. Faqat kuchlilar oxirigacha chidagan. Bir kun keladi, sen ham baxtli bo'lasan. Onangni yig'latmay, uylar olib berasan. Bugungi qiyinchilik ertangi qadahdir. Sabr qilgan yurak hech qachon mag'lub emasdir. Bir kun keladi, faqat bugun taslim bo'lma.